Men har doim hazilni yaxshi ko'rganman. Hayot jiddiy va murakkab bo'lishi mumkin, lekin kulgu hamma narsani yengilroq qiladi. Shuning uchun xotinimning quvnoqligini, uning doimiy hazillarini yaxshi ko'rardim. U hayotimga quvonch olib kelgan, har bir kunimni yorqin ranglarga to'ldirgan edi. Lekin bilmagan narsa shuki, har bir narsaning chegarasi bor edi. Bir kuni bu hazillar oramizdagi ishonchni butkul sindirdi. Biz uchrashgan paytimizda men hayotimning eng qiyin bosqichida edim. Ishimda muammolar bor edi, oilaviy muammolar, do'stlarim bilan sovuqlik, xullas, hayotimni tartibga sola olmayotgandim. U esa hayotimga kutilmaganda kirdi. Har bir suhbati, har bir kulgusi menga xotirjamlik olib kelardi. Bizning munosabatimiz shu tarzda rivojlandi. U meni hayotga kulib qarashga o'rgatdi, men esa unga barqarorlik va himoya berishga harakat qildim. Ba'zida uning hazillari haddan tashqari bo'lib ketardi, lekin men buni ko'p ham jiddiy qabul qilmasdim. Chunki men uni shundayligicha yaxshi ko'rardim. To'yimiz ajoyib bo'ldi. Biz birga yashashni boshladik. Har bir kunimiz quvonch va ba'zan jiddiylik bilan o'tardi. U har doim nimadir qilib, meni kuldirishga harakat qilardi. U meni yostiq urish o'yinlariga tortardi, uxlab yotganimda yuzimga rasm chizardi, ba'zan esa kiyimlarimni yashirib qo'yardi. Men esa unga faqat kulib qo'yardim. Ammo vaqt o'tib, ba'zi hazillar yoqimsiz bo'lib qoldi. Vaqt o'tishi bilan hayot murakkablasha boshladi. Ishdagi bosim, turmushdagi majburiyatlar, pul muammolari, bular hammasi hayotimning bir qismiga aylandi. Lekin xotinim o'zgarishlarni sezmagandek edi. U hali ham har doimgidek quvnoq edi. U meni hamma oldida masxara qilishni odatga aylantirdi. Do'stlar davrasida, qarang, u qanaqa injiq deb kulardi. Ishdan charchab kelsam, sen haqiqiy chol bo'lib qolibsan deb kinoya qilardi. Men kulimsirashga harakat qilardim, lekin ichimda nimadir gashimni keltirardi. Bu shunchaki hazil, derdi u, xafa bo'lishning nima keragi bor? Men esa har safar sukut saqlardim. Axir men uni yaxshi ko'rardim. Lekin o'sha kun, o'sha videoni ko'rgan kunim men kechira olmadim. O'sha videoni ko'rgan kun. Ishdan charchab qaytganimda u quvonch bilan meni kutib oldi. Men senga syurpriz tayyorladim, dedi u. U menga fleshkani uzatdi. Mana, ochib ko'r. Kompyuterga fleshkani uladim. Videoni ochdim va dastlab kuldim. U meni bexabar holda videoga olgan edi. Men uxlab yotganimda yuzimga chizib, ustimdan kulayotgan edi. Keyin esa boshqa odamlarning ovozlari eshitildi. Ekranda uning do'stlari mening ustimdan kulayotganini ko'rdim. Kimlardir hajv qilyapti, kimlardir sharmanda bo'lding deb yozgan edi. Yana bir kishi, voy, xotining seni qogirchoq qilib oldi-ku deb kulgan edi. Men seskanib ketdim. Bu nimasi, deya pichirladim. U esa xotirjam edi. Oddiy hazil-ku. Juda kulgili chiqqan, to'g'rimi? Hammaning kayfiyati ko'tarildi. Kimlar buni ko'rdi? Ha, unchalik ko'p emas. YouTube'ga qo'ydim, lekin faqat do'stlarimga ko'rsatdim. Mening yuragim shu etdi. YouTube'gami? Sen butun dunyoga bu videoni ko'rsatdingmi? Uning kulgusi ochdi. O'ylagandimki, bu shunchaki hazil. Meni dahshat qamrab oldi. Qanday qilib u shunchalar beparvo bo'lishi mumkin? Qanday qilib men unga ishongan edim? Sovuq kunlar. O'sha kecha biz bir-birimiz bilan gaplashmadik. Men boshqa xonada yotdim. Yuragim og'rirdi. Ertasi kuni u mendan kechirim so'rashga harakat qildi. Men seni xafa qilishni xohlamagandim, dedi u, bu faqat hazil edi. Men unga qaradim. Sen tushunmayapsanmi? Bu shunchaki hazil emas. Sen meni butun dunyoga masxara qilding. Men endi ishonchimni tiklay olmayman. U indamay qoldi. Oramiz sovuqlashdi. Avvalgidek emasdik. U hech qachon bunday uzoqlashib ketamiz deb o'ylamagandi. Men esa o'zimni xuddi begona inson kabi his qila boshladim. Kunlar o'tdi. Men esa har safar uni ko'rganimda o'sha videoni esladim. Kechirim. Bir kuni ishxonadan chiqayotganimda u meni kutib turardi. Qo'lida bir eski fotoalbom bor edi. Bu nima, so'radim sovuq ovozda. Bu bizning o'tmishimiz. Men albomni ochdim. Ichida bizning eng baxtli lahzalarimiz aks etgan edi.
Kozimga yosh keldi. Men seni yo'qotishni xohlamayman, dedi u past ovozda. Men shunchaki hayotingni quvnoq qilishni istagandim. Lekin sening chegaralaring borligini anglamadim. Iltimos, meni kechir. Men uzoq jim qoldim. Ehtimol kechirishga arziydigan odamlar bor. Va ehtimol sevgining ozi yetarli emas. Balki sevgi bilan birga tushunish ham kerakdir. Men unga uzoq tikildim. Va so'nggi bor chuqur nafas olib, qo'llarini ushladim. Men seni kechiraman, dedim sekin. Lekin biz o'rganishimiz kerak. Hazilning chegarasi bor. U bosh irgadi. O'sha kundan boshlab biz bir-birimizni hurmat qilishni o'rgandik. Chunki sevgi faqat kulgudan iborat emas. Bu hurmat va tushuncha hamdir.